Parallelniy parkovka bu. Mana oldilari kirib ketish kerak emas bu yoqqa. Mana shu liniyaga tushirish kerak. Mana oldini yaqinlashtirdi. Нет. Татьяна, налево поворачиваем. Налево поворачиваем, чуть вперед. Криво машина. Вот, стоп. Вот теперь направо руль поворачиваем. Ага. И назад переключать надо. Mana endi mana yerda nima qilish kerak? Birinchi 10 g'ildiragini sari palasaga qo'yib olish kerak bo'ladi. O'n g'ildiragini mana sari palasaga birinchi qo'yib olamiz. Orqa eshikning ruchkasini mana bu ugurga tog'lash kerak bo'ladi. Mana endi ruli tog'illaydi hozir. Endi orqa chap g'ildiragini mana sari palasani ustiga tushirib olib turib, mana sari palasaga tushdi. Mana endi orqaga yuramiz. Mana orqa 10 g'ildiragi oq chiziqdan chiqib ketish kerak emas. Молодец mana. Parallelniy parkovka tugadi. Bo'ldi, mashinadan chiqib ketsa tamom.